faithful. Assalamu alaikum. Hech vaqtlarimiz taqqan sog'liq bilan kirayotgan mana bugungi kunga Şinjanning har qaysi joylarida yurt-yurtlardan qadam tasib tutgan bir-biridan aziz, bir-biridan mehribon, bir-biridan xushro'y xonim va adandilar, mat o'g'lonlar, kechqurun xayrli bo'lsin, tininglar mangu salomat bo'lsin. Mana bugun Jungkook, Tayland, Qozog'iston va yerlik mahirlardan tashkillangan Tangirtog' polvoni Qizil Qo'shqon lo'ngqisini tanishish musobaqasi hozir boshlanish oldi turibdi. Men bugungi mushu musobaqaning riyosatchisi Abdug'ani Samar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 天山英雄由中国网原电新疆区域品牌经济发展促进会主办，新疆勇士阿卜杜热西提汗食品有限公司、新疆天山。 Bugungi mana bu qitimki har qaysi davlatlardan va har qaysi millatlardan qatnashgan bu musobaqa do'stlik musobaqasi. Shundaqla mahirlarning bir-biridan mahorat egallaydigan, bir-biri bilan madaniyat almashtiradigan alohida bir musobaqa. Bugun men shu musobaqa munosabati bilan bugungi musobaqa qatnashgan barliq mahirlarga omad tilayman. Omad sizlarga mangu yor bo'lsin. Dastlabda biz musobaqamizni boshlashdan ilgari Tangirtog' polvoni shundoqla Qantarbiya maktabining qurg'uvchisi polvon Abdulishlarni ishqiga so'z taklifini Assalomu alaykum. Mana bu yonimiz qo'yadiki, ba'zi salomatsizlar. Hammalarning jushli kayfiyatini turishida, hammalarning qo'lini ovozini jushli bo'lsa, haqiqatan bo'ladi. Ovozini bormi? Rahmat, rahmat. Men bu sizlarni olishimdan, men bu sizlarni tinch olmadan kelganman. Sizlarga javob qaytarganda ta og'zimizga tushadi. Musabaqa hazır başladı. 天山英雄和公羊杯中华泰国际搏击赛走进和田的比赛现在开始。 Hazır bugungi musobaqamiz rasmiy boshlanadi. 女士们、先生们，第一场比赛65公斤级搏击赛，两位选手王文豪对阵柯康康。首先，让我们有请王文豪。 Mana hazır meydana çıkan Kızıl taraf mahir Wang Wenhao. 下面有请柯康康。 Yani Kök taraf mahir Ki Kangkong. Hadi bu birinci meydan müsabakımız hazır. Kızgın çavaklar bilen resmi başlandı.
Muhabbet pişmanlığınız olsun ha. Değil mi? Mahirlerinizi, ahmetleriniz kızgın alkışlarınız olsun. Kısa taraf gönderen kişiler mahallemiz, Cumhurbaşkanı mahallemiz, Kızılan'daki ağzı misafirleri, erken boş iş misafir, ters boş misafirleri. Bular erken bilen olganda, bularniki yig'ilib chiqib turdi, ammo bular jushqin bilan misafirchidir. Kısa taraf mahallemiz to'liq texnikani aldırmasdan hujum bilan mudofaa qilyapti. Yaxshi. Hozirda 10 sekund qoldi. Axir 10 sekund. Vaqtimiz g'ayrat qilma. Stop. Vaqt qo'shdi. Birinchi aylanma oxirlashdi. Tayyorlik. Qo'vo. Ikkinchi maydon musobaqa boshlandi. Mahirlarimiz Jonxon jambozlik bo'yicha musobaqa o'tgan bo'lib, bizning bu jambozlik tarkibida ishlatishga, qo'l ishlatishga, tiz ishlatishga, jaynak ishlatishga va jiqishga bo'ladi. Mahirlarimiz shunday keskin ishlatadi. Bizning musobaqa jarayonida bo'yinni qisilish shaklida qisqartirishni azolantirish, kelgan qisqartirishni minutlarida. Hozirda qanotga tushgan jarayonda minut bo'lmaydi. Musobaqamizdagi o'rtada bitta qaysi bilan bo'lsa, bizning reprimiz 8 ta sanaydi. O'sh bir chavat bo'lsa yana davom etadi. G'ayrat qilma, ha. Yaxshi, joyi. Ag'aylantirish, qatirib ag'aylantirish berildi. Qizil taraf mahallimizning azon ishlagan egiz qamchi putlab o'tadi. Poyga qamchiga qarshi arslantirish nisbati alayhi shukr. Osikot. Sig'ushino. Joy. Yaxshi. Ikkinchi maydon aylanma oxirlashdi. Mahirlarimiz 1 minut alamalida. Yaxshi.
qoludi. Erkin degan o'yinchidan Naiti bo'limi Azar degan seç qoludi. Faqat to'xtashdi. Mayli diqqat. Yo'doyan Cho'pay. Cho'pay. Qo'pol uchun. Mana hammadan ko'rib turibdi, qizil tarafdan harakatchi shunday keskin elishayotgan bo'lsa-mu, oxirida bardoshlik qilolmay qoldi. Pemain musobaqa natijasi to'rt taraf. Alayna Tishnov va qarshi taraf musobaqadan chekinganlik uchun to'rt tarafga g'alaba berildi.有请颁奖嘉宾和田地城生物科技有限公司营销总经理傅琛琛，新疆艾伦热瓦国际有限责任公司艾丽为获奖者颁奖。 Ko'ktarab Mayirga Shinjang Al-Ravo xalqaro suv chekishtirdi. Qizil qo'shqor ishlanmagan qo'rquvchi Ili Efendi'ni mukofot qo'yib taqdir qilishga qaraman. Muborak bo'lsin. Mayrimiz Kakankan birinchi qism maydonida to'liq yaxshi mahorat bilan o'zining raqibini yengib chiqdi. Muborak bo'lsin. Yana chavandlarimiz tutamizmi? Sizlarga qizg'in javoblarga kengaygan musobaqa juftligini yutishni so'rashda qolgan.第二场58公斤级搏击赛由阿卜杜杰里开佑对阵来自哈萨克斯坦的运动员阿万兹别克。 Endi ikkinchi maydon musobaqasida oldi bilan qizil taraf mohiri Abdujilil Qayyo. Birinchi maydon musobaqa rasmiy boshlandi. Yaxshi. Qozog'istonga kelgan mayrimiz Ozodbek.
Sağ taraf Kazakistan'dan gelen mayımız Azatbek. Kızıl taraf bizden Kalkaç'ta gelen mayımız Abdücülün. Garip olan mayla, garip olan. Garip olan. Mayımız kanalda, kanalda. Kızıl taraf mayımız Abdücülün Kamçıkut'tan yığılayıp ketkenlik üçün azı sanadı 2 numaralı adıda. Musabıqa devam etdi. Antrenörler ve Azatbek üstüne görüştü. Antrenörlerimiz yana Azatbek üstüne görüştü. Ahır bakma 10 sekund. Kanzırap mayımızda 2 numara belirde Musafir vaqt boşta. Mayımız bir medal alamadı. Hazırlıkla başladı. Bayramımızdan medal bir ayda. Hayır krala ha. Hayır krala. Abi Mesi'den zorundan çıktı. Kartal Mahallesi Azatbek yarışkılı oluyor işte. Musabıqa devam etti. Mana Kızıl taraf mayımız. Kızıl taraflarımızda kaldı 15. Muhtaçta. İşte yılanlar muhtaçta. Bu muhtaçta. Musabıqamız 3 milyon devam etmeye kalıp ardından televizyonumuzun konudan kaçıp gelse, yani kınamadan olmasa doktorlarımız teşkilatı, teşkilatlar bizi kalıp eğer evli olmasa musabıq doktorudur.
Nurhan bo'lsa musobaqa davomlashadi. Ushbu yo'nalishda bir-bir alamanida. Araveriş arkadaşlar. Üçüncü aylan başlandı. Şimdi mahallemizden medet bireyli. Kandırıp mahallemizden mahalleti arayıcı yaş bulundu. Kısıldırıp mahallemizden özlü babayan konuşma tütüş oldu. İşte çalışma kavgasında dumur verilmeydi. Yaxşı, ha çabuk. Mayli qor taraf bo'lsin, mayli qizil taraf bo'lsin, alayni malik ko'rsatganda tashakkur etishimiz kerak. Qor taraf maylimizning g'oyat yaxshi o'yinchilik qilyapti. Qizil taraf maylimizning o'zini qo'ldan oldi. Bizning arkadaş ishlar qo'lishishga, mushishga, chiqishga bo'lgan uchun maylimimiz hamma maharatini alayishadi. Taraf mahallemizin fikri bo'lgan işte. Mana kuzgi chavaklar bilan bizning taraf mahallemizga yana bir qadam ilaymiz. Musobaqa davomlashadi. Ishqilib, tushqilib, 3 sekund harakat ishlamay qolsa, reperimiz to'xtatdi, shunaqa ishlaydi. Sanaq. Bo'ldi, musobaqa oxirlashdi. Bu programını Şinjan Özşak Soda Çektik Şirketi, Unsu Yeni Asır Gürüş Zavutı alahidi qo'llagan. Qaysin ba? Bigim, men. Tamaqın tayab oldimi? Bigim, lag'man keldi mana. Bu tamaqda tam degan narsa yo'q-ku. Men demadimmi, tomog'ingda tam kam. Şu men kam. Tam kam. Men kam. Zodi nemi kam darhol kelish. Mana men kam. Obdan anglash. Buningdagi tamaqda men kam yog'muchini kim qilishma. Tamaqingiz men kam yog'muchida o'xshaydi. Men kam. Men kam yurishlik mahsulotlari. Apsi, polo aytyapsizlar? Pishqanda bilala. Abba, tamoq pishdimi? Pishyapti-du. Qazonlarga bir deb qo'ysizlar. Bugun yeydikan deb. Pishdi yeyla. Hey, Tamoq kelishmamla, shohlarim, xonlarim, taomlarning shahi polodur. Uni o'xshatgan opamning qo'lidir. tamam etiş, apaşның burçi. Ma polon o'xshatgan Özşak gürüşü. Özşak gürüşleri. Abdurishitxon, palvon keldi. Uçasıga Batur'nang Sharaf toni yapurmiz. 90 paqlan tal bo'ldi. Dasturxonga taturmiz. Dünya Guinness rekord yaratgan Muhammadjon ustam o'z qo'li bilan pishirgan kebablar. Agar sizlar mush kebablarni yeydigan bo'lsalar, texmi kuchlanib ketdilar deyman. Nomisli bilan texim mashhur bo'lg'ay. Lopnur chiroq kebablari Haqiqiy quvvat. kuchingizga kuch qo'shadi. Lopnur chiroq yurishlik kebablari. Quruq qozon qo'rimiz tayyor bo'ldi. 정말 끝내주는 맛입니다. 한국에서 먹는 맛과 되게 다르지 않아요? Ular bek xushal nima davatidi? U yerdami Koreyadandagi quruq qozon qo'rimizni yeyarligimizdan bek xushal bo'ldik deydi. Sen bek qaltisimi adash? Abdulla ustam qaltisgan. Koreya chitamdagi quruq qozon qo'rimizni va yeshil samalar sho'rpisi tetqisini bozorga sotdi. Bizni Italiyada ekanmiz-da, Konju Hyongjuda. Abdullah ustam Koreyachi tetitqo'si. 압둘라 선생 감사합니다.
Har kimning xo'jayin bo'lg'isi keladi. Ammo xo'jayin bo'lish oson emas. Shundaqla xo'jayin kiyimlarini kiyish tasma emas. Har kim o'z taqdirini o'zi yaratadi. Hamda o'ziga xo'jayin bo'lmoqi lozim. Nishonga tirishchanlikni qo'shib, izlanishni uzmasakla taloy g'albalarning xo'jayini bo'la olamiz. Har bir xo'jayinning izlanish hikoyasi bor. Xo'jayin kiyimlarining o'ziga xos utuq natijalari bor. Izlanish manzillaringizga xo'jayin kiyimlarini kiyib otlaning. Xo'jayin xurum kiyimlari. Xo'jayin. Bugun kimning taomi o'xshidi? Bir sinab ko'ray. Albatta mening o'xshaydi. Nima? Cho'qim mening. Hammasining ajab o'xshab ketibdi. Buningda cho'qim bir gap bor. Qaydo. Vah! Qaydo yurish tetitqusi bo'lsa, kimning tamoqi o'xshamasa, kimni ahmoq qilasizlar? Qaydo tetitqusi bo'lsalar, taomlar alomat o'xshaydi. Qaydo yurishlik tetitqullari. Alba qartrak nasib. Hozirab olana tizimlar yandı. Xudo muborak bo'lsin. Ozodbek. Aralala Kazakstan'的选手呢以绝对的优势获得了这场比赛的胜利。那么接下来呢，我们将有请我们的颁奖嘉宾。亚洲哈萨克摔跤联合会主席谢克。Bu meydan musobaqamizda Qozog'istondan kelgan To'ktarab Mahir Ovozbek yana qizil chavaklar bilan o'tirib ketamiz. 还有和田宇宙商贸有限公司和田宇宙羊毛地产厂一名 Omnicasmo。Bu To'ktarab Mahirni Xo'tan Koinot savdo chekuvchisi Koinot qo'yishigan gilam zavodining qurg'uvchisi Iminjon apandini mukofot bo'yib taqdim etishga qizg'in chavaklar bilan taklif etamiz. Muborak bo'lsin. Qartarab Mahirimiz Ozodbek. Yana biz bayat degandek musobaqa birinchi, do'stlik birinchi musobaqa ishlaydi. Bu meydan musobaqamizda garchi Qizilterak Mahiri 6 yil yig'ilib qolgan bo'lsa-mu, 6 yilga Shinjon AB Kavsar savdo chekish shirkatining alohida rag'batlantirish ko'l so'g'isi bor ekan. Qani sizlarni saytimizga taklif etamiz. Abdul-Jalili，新疆阿碧台五萨生物科技有限公司为我们新疆维吾尔的选手 Abdul-Jalili 1万元奖金。Mana götürüp 6 yılda 10 bin yuan kömür soğusu bakıyor. Rahmet. 好，那么现场的所有的朋友们，这里是天山英雄红姑羊杯中哈泰国际搏击赛走进和田的比赛现场。第3场70公斤搏击战由 Abdul Samati 对阵来自哈萨克斯坦的选手 Korbanov。 Mana bugungi musobaqamiz nihoyatda taslim bo'ldi. Hamda 3-chi maydon dastlabda qizil taraf maydon chiqadigan Mahir Abdusamad Hasan. Abdusamad Hasan bo'yingizdagi 1 metr 70 santimetr, 70 kilogram. Natijalari 2011, 2012, 2013 yilları Şinjan'da o'tkazilgan yoshlarning erkin mushtlashish musobaqasida chempion bo'lgan. 2015 yili Parmayda o'tkazilgan Jumbo Yaponiya xalqaro erkin mushtlashish musobaqasida 2-chi darajaga erishgan. 2015 yili 9-oyda Xo'tanda o'tkazilgan erkin mushtlashish musobaqasida chempion bo'lgan. 我们有请来自哈萨克斯坦的 Korbanov。 Endi ko'p taraf Mahiri Qozog'istondan kelgan Mahir Qurbanov. Qurbanov
beden ağırlığı 71 kilogram, boy egizligi 1 metr 75 santimetr. 3 meydan musobaqaga qatnashib, 2 meydanda g'alaba qilgan.本场比赛的裁判是 Norley。 3. meydan musobaqaga yanada davlatlik 2. darajalik refer Nur Ali. 这一场60公斤搏击战即将开始。 3. meydan musobaqamiz hozir rasmiy boshlandi. Mahirlarınıza medet direken kızgın alkış. Acayip yaştan yapmışlar. Yaşla teslim edip veriyorlar. Şimdi birbirinin cengi var. Birbirinin uşağı. Medet, çavak. Birinci meydan sabık arkadaşlar. Tene bu mayırlarda nait şükür avazından bir kızgın alkış bir ötkem sana.
bugungi o'sha Tursunchova yaxshi mana ikkini mayil bir-biridan boshlamay o'tir ha. Ahir gol tutup. Kısa taraf mağlubiyet, Abdülhamid kalklaştı bunu da. Alkış. Alkışla. Aramını çok koştu. Çok koştu. Hayacanlık bölümden başlamadı o. Kene işkin mayınımızdan ne beklersek. Kene. Hayır kılama. Hayır kılama. Sorumluluktan hükümette. Yaxşı ha. Yaxşı hareket. Bu meydan musabbet mayınlarına sizden bir tırtır terbiyeniz bekliyorsunuz. Bu kadar koyunlar. Haydar hepimiz bu kolay sahilde bulan doşlarla. Yaşa! Haydar! Mayınımızla 7 bir medet bilen alkış! Kızıl taraf Abdülhamid Korkuş'tun. Kar taraf Kurbanova Kazakistan. Haydi. İşte bu. Yaşa. Mayırımız özlüğünde
O'zi harakatini to'liq yaxshilamay qiladilar. Erkek başta işgal çıkışını bulundu, konuşmuşunu bulundu. Çıkışını bulundu, cayışını bulundu. Hatta şıkışını bulundu. İkili taraf mayrimiz kesbi mayrlarda boğaçka, özüne tolumu açtı. Tolumu yaxşı qo'llanadi. Qizg'in ovoz bilan mayrlarga omad tilaymiz. Hujumga degandagi cho'qim 7 sekund bizga tarafdan hujum qilish kerak. Hujumimiz ag'anadish berildi. Yaxshi! Yaxshi, yaxshi! Mayrimiz g'ayrat qiling! G'ayrat, g'ayrat! 60! Qadam beraylik, g'ayrat uchun! O'zbekiston! Oxirgi O'zbekiston! Vaqtlaştı! Vaqtlaştı! Özel mayrimiz Akçanet, Kaldırak mayrimiz Kurbanova, Kazakistan. Boşki mayrimiz doktorluk musabakada tonu uçuş tonu keskinlikte. Boşki mayrimiz doktorluk musabakada tonu keskin, tonu uçuş konuyu verildi. Yine bizden başlayıcılığımız musabakanın adını bilen akılışına çekanlaştan oturuyordu. Hazır reporterimiz mana mayrlarning nomerini bizning oldida. Qaysi tarafga musobaqalarni mana hozir jakarlaymiz. Taqazzalik bilan kutib turyapmiz. Qo'shiq mayrlarimizga omad tilaymiz. Ovoz bilan yo'qolib ketdi-ku. 17'de 12, 16'da 12, 16'da 12, Halbe. Bu programmani Şinjan Özşah Soda Çeklik Şirketi, Unsu Yeni Asır Gürüş Zavodi alohida qo'llagan. Qo'rqoq issiqqa eshib ketishning davosi. Tarixiy retsep Seyit Mochi 3 qat ichimligi. Kebab va qo'rg'on tomoq yeganda Seyit Mochi 3 qat ichimligini iching. Mukofot tomoq ustunimizning yaxshi hamrohi Seyit Mochi 3 qat o'simlik javhariy ichimligi. Agar bir ishni 3 kun davomlashtirsangiz odatga aylanadi. Aqib gulim qahvasini 3 kun ichsangiz odatga aylanadi. Kishilarni unutsang unutqin, ammo aqib gulim qahvasini unutma. U seni yolg'iz qo'ymaydi. Gulingni asl tut. Aqib gulim qahvasi. Apsi, polo aytyapsizlar? Pishqanda bilala. Appa, tomoq pishdimi? Pishyapti-du. Qazonlarga bir deb qo'ysa, bugun yeydikan deb. Pishsa yeyla. Hey, Tamaq kelishmamla, shohlarim, xonlarim, taomlarning shohi polodir. Uni o'xshatgan opamning qo'lidir. tamoq etish apashning burchi. Ma poloni o'xshatgan O'zshah gurchi. O'zshah gurishlari. Qo'rqoq issiqqa eshib ketishning davosi. Tarixiy retsep Seyit Mochi 3 qat ichimligi. Kebab va qo'rg'on tomoq yeganda Seyit Mochi 3 qat ichimligini iching. Mukofot tomoq ustunimizning yaxshi hamrohi Seyit Mochi 3 qat o'simlik javhariy ichimligi. Abdurishidxon, palvon keldi. Uchasiga Baturning Sharaf toni yapurmiz. 90 paqlan tal bo'ldi. Dasturxonga oturmiz. Dünya Guinness rekord yaratgan Muhammadjon ustam o'z qo'li bilan pishirgan kebablar. Agar sizlar mush kebablarni yeydigan bo'lsalar, texmi kuchlanib ketdilar deyman. Nomisli bilan texim mashhur bo'lg'ay. Lopnur chiroq kebablari Haqiqiy quvvat. kuchingizga kuch qo'shadi. Lopnur chiroq yurishlik kebablari. Tanharkachilarga xos ro'yi holatning, polvonlarga xos kuch-quvvatning kapolati.
Malaysiya 5-2 vitaminli kuvvet içimliki. Tenherkecilerde ruhluk yaşam. Malaysiya 5-2 vitaminli kuvvet içimliki. Diyarımız Şinjan'ın hava klimatını maslaştırıp işlengen Eksan markalık yağatçılık seri. Eksan markalık kauçuk istek. Eksan rangli kan ipekleri. Eksan markalık basılı gösterleri. Devletinin türlü süper tekşirişini ötken Moyit asraydigan yeşil mahsulot bulup. sizning uy bezeştiki en yaxshi tanışılır. Tağlan muhittin nefesleydisiniz. İhsan sırlarını işiltin. Eksan sırları. Öçkü müngüze Aqdeniz boylarida o'sirgan 5000 yillik tarixga ega xislatlik meva ismi bo'lib, tarkibida odam badaniga kerakli elementlar intayin ko'p. Bu mahsulotning hech qanday aks ta'siri yo'q. Homildor ayollar va bolalar ishga mos keladi. Öçkü müngüze nafas ravon bo'lmagan, ziqqa, o'pka tuberkulyoz, ko'k yo'tal, dam siqilish, ko'krak chanqilish, nafas qiyinlashish, qon ozliq va balg'am ko'p kishilarning eng yaxshi tanlashi. Mahsulot setib olganda Dut Dinar markasiga diqqat qiling. Halde kazandarak mensep. Mübarek olsun. Adil bahalışı bilen Kızıl Terak Mahiri Abdülsemet Hasan bu meydan mahirden çıkıyor. Mübarek olsun. Abdülsemet. 那么有请颁奖嘉宾新疆天山鼎盛灿烂策划有限公司营销总监杨建红，新疆斯特尔职业技术培训学校麦克森为获奖者颁奖。 Bu çıkan mayılga Şinjan Eğitim Kesbi Til Terbiyeleş Mektebi'nin kurgucusu Ablet Abdullah Efendi'ni mükafat boyunu takip edişke kızgın çavaklarından teklif ediniz. Merhaba! Ablet Abdullah'ın çalımıza çavakı. Değil mi? Çavaklar yüzüm kapısı. Çavaklar nasıl? Mübarek olsun! Mübarek olsun! Kartalak mahallesi kurbanı olanı alayın yaş mahalletten gözetti. Alayın yaş mahalletten çıkardı. Mandak bir hoş geber, mandak hoş geber. Ablet Abdullah Eğitim Muallim geçi vakti biri televizyon ekranlarında her kaçan bunun sakavetlerini biz gözümüzden görüp duradığımız Çin yüreğimizin altına okuyoruz. Bana bugün bu, hazır bu mükafat soğulusunu takdim kandınsı. Yani bu mahirinin bayatlı bir köserken neticelerine Ahmet Elçinsi'den şıkırımdan uyan nakbul mükafatları bitir. Mübarek olsun, mübarek olsun. Rahmat, rahmat. Rahmet, rahmet. Yani bu mahirine abi Kevser soru çekişirdi. Bu mahirine hürmetini bildirip 20 bin yığın kıymetindeki kömür soğusu var. Yine sahnimizin bakana. Mübarek olsun. Mübarek olsun.